2026da Isroil kabi davlat qolmaydi va bunga to'sqinlik qilishga bizning imkoniyatimiz yo'q. Bunaqa sharafsizlarcha yashashdan ko'ra o'lganimiz yaxshiroq. Bu savolga faqat davlat rahbari javob bera oladi. Bu ishlarning ichida u. Lekin islom armiyasini qurishga kuch yo'q hozir. Noto'g'ri tushunmang-ku, hamma Amerikani iti bo'lib ketgan. Islomiyatni yashayotgan o'lka yo'q-ku. Bu ishlar mitinglar bilan bitadigan ishlar emas. Ichimizda yahudiy bo'lgan yoki bo'lmagan, bizga o'xshagan juda ko'p yanglish odamlar bor. Bularni aniqlaydigan tizimlarni rivojlantirishimiz kerak. Vaqtingiz bormi? 2 daqiqa gaplashsak, do'stlaringiz bilan birga. Ha, salomlashing, undan keyin albatta. Yoshlar, sizdan shuni so'ramoqchiman. Sizningcha hozir G'azodagi hodisalar, ya'ni Isroilning qilayotgan zulmi, buning yechimi nima? Nima qilishimiz kerak? Vallohi Robbimdan yordam kutamiz. Buni yagona yo'li shu. Yosh bolalarni, ayollarni o'ldirgan odamni o'ldirasan. Buni boshqa chorasi yo'q. Bu muammo musulmonlarning Alloh va rasuliga tamoman ergashishlari bilan hal bo'ladi. U yerdagi zulmning to'xtashi uchun avvalo musulmonlar o'zaro birlashishlari kerak. Yahudiylar o'zaro birlashib zulm qilishyapti. Agar musulmonlar ham jamlanadigan bo'lsa, yahudiylarning ularga qarshi chiqishga jasoratlari yetmaydi. Yechim qayerda? Yechim bizda. Arabistonga, Bahraynga, Qatarga qarasangiz nima qilayotganlari ma'lum emas. Bu sababdan ham tabiiyki musulmonlar aziyat chekyapti. Alloh balosini bersin bu Isroil zulmini qilayotganlarni, Isroil kabi insonlarni. Turkiyada bo'lsa ham Alloh balosini bersin. Bularning zehniyatida marhamat yo'q, nomus yo'q, qadr-qimmat yo'q, hurmat, insonlik yo'q. Oxir-oqibat baribir islom g'olib bo'ladi. Men Deniz Murad Yilmaz, kun xabari sharhlovchisiman. Bu qanday to'xtatiladi? Bu faqat va faqat islom o'lkalarini ijtihodi bilan birga ular bu masalaga g'am qilishlari bilan to'xtatilishi mumkin. Ammo men sizga shuni ham aytay. 2014 yoki 2015 aniq eslolmayman. 19 ta AQSh maxfiy xizmatining ana shu vaqtdagi rahbariga bergan hisoboti bor edi. Nima yozilgandi bilasizmi? 2026da Isroil kabi davlat qolmaydi va bunga to'sqinlik qilishga bizning imkoniyatimiz yo'q. Juda qiziq-a? Ularning hisoboti shunday edi. Hozirgi holatiga qarasak balki boshqacharoqdir. Yo'q, aniq shunday edi. Ularning hisoboti shundaymi? Aynan shunday. Bu zulm qanday to'xtaydi bilasizmi? Islom armiyasini qurasiz. Lekin islom armiyasini qurishga kuch yo'q hozir. Noto'g'ri tushunmang-ku, hamma Amerikani iti bo'lib ketgan. Yaqin Sharq loyihasini qurishda juda ham yaxshi davom etishyapti. Ya'ni 10 yil ichida buyuk Isroilni tiklashadi bu ketishda. Musulmonlarni bir-birlari bilan birdamligi yo'q. Men o'zim ham dohil hamma musulmonlarni malomat qilaman. Sen o'zing bora olasanmi desangiz, albatta boraman. Ammo bizni musulmonlarning birortasini bu bilan ishi yo'q. Men musulmonman deyish bilan musulmonlik bo'lmaydi. Ming bir hijolatda aytayapman. Faqat namozni o'zi bilan musulmonlik bo'lmaydi. Buni o'ziga yarasha qoidalari bor. Isroil dunyoning boshiga balo bo'ldi. U mintaqani qon ko'liga aylantirdilar. U insonlar, kichkina go'daklar, ko'ra olmayapman, yig'lab yuboryapman. Muhammad, islom birligi bor bilasiz. Islom birligi bir oraga keldi. Taxminan 50 dan ortiq islom o'lkasi bor. O'zini islomga nisbat beradigan. Ular bir oraga keldilar va buni natijasi ularni mollarini boykot qilamiz. Yahudiy mollarini sotib olmaylik deyishlik bo'ldi. Sizningcha bu muammoga boykot qilish yechim bo'ladimi? Yechim bo'lmaydi. Ularni mollarini olmasak yaxshi bo'ladi tabiiyki. Qanday qilib? Biz ularni mollarini sotib olmayapmiz shundoq ham. Bomba yog'dirishyapti. Olmasak bolalar o'lmaydimi? Muammo tugaydimi? Tugamaydi. Zotan butun dunyoni sotib olishgan bular. Ha, bo'lyapti-da, ammo boykot qilib urushda g'alaba qozonilmaydi. Lekin yordam bo'ladi. Qarang, Starbucks yelkanlarni tushirdimi? Tushirdi. McDonald's unisi, bunisi yelkanlarni tushirdimi? Tushirdi. Urushda bilak bilan g'alaba qozoniladi. Lekin yana bir narsani ham aytay. Al-Qassam brigadasi bu ishni boshlashdan avval juda ham jiddiy tayyorgarlik ko'rishgan. Ya'ni o'sha tunnellarga o'xshagan narsalar. Tabiiyki bu yerda ba'zi aqllar bor. Ularga berilgan ba'zi ta'limotlar bor. Bor albatta. Ko'p ham ma'lumot berishga hojat yo'q. Lekin u yerda ba'zi kishilar bor. Va ular shunaqangi urush strategiyasini qo'llayaptilarki, va shunday qurollar ishlab chiqishdiki, ayni G'azoning muhitiga mos. Bular Isroil armiyasida bo'lmagani uchun hozir Isroil armiyasining yo'qotgan askarlari 46 mingta bo'ldi. Alloh ko'paytirsin. 46 ming. Alloh ko'paytirsin. Bundan ham ko'paysin. Butun umr nogiron bo'lib qoladiganlari 80 mingga yaqinlashdi. Bularning qilgan ishlari jinnilik. Inson, ayollar, bolalarni o'ldirmaydi. Biz hatto bir chumolini o'ldirishga qo'rqamiz. Ular esa insonlarni o'ldiryapti. Ha, bu boykot bu ishning bir bo'limi.
Zolimlar bilan ko'p yo'nalishda jang qilishga to'g'ri keladi. Har yo'nalishda texnologik, tijoriy, madaniy, ijtimoiy bir mujodala bo'lishi kerakki, bu zulm ko'tarilsin. Men yana shuni so'ramoqchiman. Masalan, men do'konga borib bularning mollarini olmayman, boykot qilaman. Ammo uyimga borganda farzandlarimga ularni ishlagan seriallarni ko'rishga ruxsat beraman yoki ularni tayyorlagan xabarlarni ko'rsataman. Ko'rsatmasligimiz kerak. Baribir yechim bo'lmaydi, shundaymi? Ha, albatta ko'rsatmasligimiz kerak. Chunki bunaqada muammo yechilmaydi. Ya'ni bular matbuotda qo'yilgan hikoyadan bir parcha. Parda ortida nimalar bo'layotganini hamma yaxshi biladi. Arabiston degan o'lka hozirda Amerikaning birinchi o'rindagi laychasi. Islomiyatni yashayotgan o'lka yo'q-ku. Tom ma'noda islomiyatni yashayotgan bir davlatni aytingchi menga. Shaxslar o'laroq bordir, lekin davlat o'laroq yo'q. Bu ishlar mitinglar bilan bitadigan ishlar emas. Siz xohlaganingizcha bu yerda baqiring. Kolaga norozilik bildiring. Undan ko'ra kolani davlat o'laroq mamlakatga kirgizma. Davlatga kirgizyapsan, do'konlarda sotilyapti. Solig'ini olyapsan. Kirgizma undan ko'ra. Burger Kingni kirgizma, yopib tashla undan ko'ra. Boykot qilamiz deyishyapti-da, keyin esa chegaralarni Isroilning tovarlari uchun ochib berishyapti. Islom davlati o'laroq ko'p ham ish qilmayapmiz. O'tgan kuni islomga aloqali bir miting bo'ldi. Tavhid bayrog'ini ochgani uchun bir amakini bitta yosh bola urib tashladi. Bunday bo'lgandan keyin musulmonlar yelkama-yelka turmaganlaridan keyin bularni davom etishi tabiiy. Islom o'lkalarida birlik, barobarlik yo'q-ku buni to'xtata olsak. Ularni ko'pchiligini imperializm sotib olgan. Rahbarlikka sotib olgan odamlarini qo'yishyapti. Bu holatda biz hech narsa qila olmaymiz. Zotan bu tovarlarni sotib foydasini ko'rib bo'lishgan bo'lsa, olsak nima-yu, olmasak nima, Isroilga farqi yo'q. Bittasi 10 blok kolani olib yerga to'kyapti. Nima bo'ladi? Xulosa o'laroq aytsak, ichkariga kirib kelgandan keyin xoh axlatga tashlang, xoh yerga to'king, hech bir foydasi bo'lmaydi. Unday bo'lsa shunday deya olamizmi? Ya'ni xalqning harakatidan ko'ra davlat qattiqroq harakat qilish kerak emasmi? Aslida davlatlar tijoratlarini to'xtatish kerak. Menimcha davlat boykot qilsa, ana shunda bir natija bo'lishi mumkin. Lekin xalq bularni olib ko'chalarda yerga to'ksa hech narsa bo'lmaydi. Men endi savolni boshqacharoq bersam. Masalan, tashqarida bir Isroildek muammoyimiz bor. Butun dunyoni zolim bir xalq bilan mujodalasi bor. Biz aytayapmizki, tashqaridagi Isroildan qutulishdan avval ichimizdagi yahudiylardan qutulishimiz kerak emasmi? Kerak albatta. O'zi eng boshida qilishimiz kerak bo'lgani shu. Bekorga aytilmayapti. Avval ichimizdagi xoinlarni tozalashimiz kerak. Undan keyin tashqaridagisini. Do'stim, men bunaqa qiyin savolga javob bera olmayman. Bu savolga faqat davlat rahbari javob bera oladi. Bu ishlarni ichida u. Ichimizda yahudiy bo'lgan yoki bo'lmagan, bizga o'xshagan, musulmon kabi ko'ringan yoki turk kabi, yo armiyan kabi ko'ringan juda ko'p yanglish odamlar bor. Bularni aniqlaydigan tizimlarni rivojlantirishimiz kerak. Endi mavzuga boshqa taraflama yondashaylik. Masalan, Qur'onda biz bilamizki, yahudiylar la'natlangan bir qavm. Ular Alloh azza va jallaning la'natiga duchor bo'lganlar. Qanday ishlari uchun la'natlanganlar? Bu mavzuga aloqador ma'lumotingiz bormi? Bu masalada yetarlicha ma'lumotim yo'q. Qur'oni Karimda bizga Robbimiz shunday bir narsani bildirdi. Ularga dediki: "Ey ahli kitob, siz Injilni, Tavrotni va Allohning nozil qilganini, ya'ni Qur'oni Karimni o'z yerlaringizda qoyim qilmaguningizcha hech bir din ustida emassiz" dedi. Ya'ni qoyim qilish nima degani? U bilan hukm qilmaguningizcha siz dinsizsiz dedi. Bugun biz Allohning nozil qilgani bilan hukm qilyapmizmi? Yo'q. Hech qaysimiz qilmayapmiz. Soxtakorlik qilyapmiz. Jamiyat o'laroq, davlat o'laroq yer yuzida Allohning nozil qilgani bilan hukm qilmayotgan bo'lsak, Robbimiz yahudiylarni tahdid qilganidek, ayni tahdidga loyiq emasmizmi? Ha, albatta. Ammo ularga dinsiz dedi. Hatto boshqa bir oyatda shunday dedi: "Kim Allohning nozil qilgani bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir." Biz bu oyatni bilamiz, lekin Allohning nozil qilgani bilan hukm qilmayapmiz. Bu yerda biz ham yahudiylashgan bo'lmayapmizmi? Bo'lamiz albatta. Bu yerda shunday bir narsa ham bor. Ya'ni e'tibor bersangiz, Alloh taolo musulmonlarga bir zillat bergan. Nimaga? Sababi Alloh va rasuliga itoat qilmagani uchun, Allohga va rasuliga tobe bo'lmagani uchun, Allohning buyruqlarini bajarmagani uchun. Zotan biz shunga loyiq bo'lganimiz uchun ular bu darajada zulm qila olyaptilar. Agar biz haqiqatan Qur'on oyatlari bilan, Qur'on bilan hukm qilsaydik, bunday ishlar bo'lmasdi. Menga ba'zilar aytayaptiki, Turkiya Falastin tarafdori bo'lsa, Amerika bizni urarmish. Ursin bizni. Bunaqa sharafsizlarcha yashashdan ko'ra o'lganimiz yaxshiroq. Bunaqa sharafsizlarcha yashashdan ko'ra o'lganimiz afzal. Baribir bir kun o'lamiz. Bir kun o'lamiz-ku axir. Yetar ortiq. 100 yildan beri bu ishlar to'xtamayapti. Tabiiyki jumhuriyat bilan boshqarilyapmiz. Qur'oni Karimning boshqaruvi bilan boshqarilsaydik,
Balki boshqacha bo'lardi. Yanada yaxshi narsalar bo'lardi. Insonlar ezilmasdi. Insonlarning haq-huquqlari adolatli bajarilardi. Ammo haqqimiz paymol bo'lyapti. Bu masalada bir narsa deya olmayman. Bu mavzuda ma'lumotim yo'q. Shunday demoqchiman aslida. Hozir bu yerda Allohning nozil qilgani bilan hukm qilinyaptimi yoki dunyo bo'yicha Allohning shariati bilan hukm qilinadigan joy bormi? Turkiyada Allohning hukmlari bilan hukm qilinyaptimi? Masalan, foiz harommi sizningcha? Harom deyishadi-da, foizni kattasini o'zlari olishadi. Ya'ni foiz harom degani foiz taqiqlangan bo'lishi kerak. Foiz taqiqlanganmi yoki ruxsat berilganmi? Shu onda ruxsat berilgan. Demak, aslida Robbimiz buni harom qilgan. Ammo biz esa tuzum o'laroq buni halollab olyapmiz. Xuddi shunday qilganlari uchun Alloh azza va jalla yahudiylarni la'natladi. Bizni ham la'natlayapti. Zilzilalar, falokatlar shu sababli boshimizga yog'diryapti bularni. Ya'ni aytganimizdek, jamiyat o'laroq buni yashayapmiz. Demak, shuni ayta olamizmi? Tashqaridagi Isroilni to'xtatishdan avval ichimizdagi bu yahudiylashishdan qutulishimiz kerak emasmi? Men ko'ryapman. Turkiyani musulmon o'lka deyshadi. Ammo Turkiyani islom bilan hech aloqasi yo'q. Islom madaniyati yo'q. Biz bu ishni qayerdamiz? Odamlar musulmon qiyofasida yurishibdi, lekin musulmon emas. Musulmonlikni yomon ko'radi. Musulmon bo'lishni xohlashmaydi. Biz hech kimni zo'rlab musulmon qila olmaymiz axir. Istagan bo'ladi, istamagan bo'lmaydi. Yo'llari jahannamni tubigacha. Men bilmayman, balki majlisni ichida ham bordir ulardan. Alloh azza va jalla yahudiylarning olimlari haqida shunday bir ifoda qo'llanadi. Aytadiki, bizning kitobda ochiq-oydin bildirgan oyatlarimizni, hidoyatni insonlarga aytmaganlar bor-ku, ana o'shalarni Alloh la'natlaydi va barcha la'natlovchilar ham la'natlaydi. Kitobda yozilgan ochiq-oydin oyatlarni odamlarga tushuntirmaganlar yahudiylashgan bo'ladi. Ayni yahudiylar kabi bu tahdidga loyiq bo'ladilar. Shu sababdan bu oyat siz bilan bizga tushirildi, shundaymi? Eng ko'p payg'ambarlar yahudiylarga kelgan dedik. Qur'onda ham eng ko'p gapirilgan qavm yahudiy qavmi. Chunki biz bulardan ibrat olishimiz uchun. Bugun sizningcha Qur'onning ichidagi haqiqatlar yetarlicha insonlarga tushuntirilyaptimi? Tushuntirilmayapti. Menimcha ham tushuntirilmayapti. O'zgartirishyapti. Kam ma'lumot beryaptilar. Gapirganlarida ba'zan o'zlariga ma'qul bo'lganini aytishadi. Yoki domlalar tushuntirayotgan bo'lishi mumkin, lekin bizni musulmon xalqimiz faqat nafsiga yoqqan joylarini uzuq-yuluq olganlari uchun umumiy mohiyatini tushuna olishmayapti. Yo'q, gapirilmayapti. Berkitilyaptimi masalan? Albatta berkitilyapti. Ba'zi domlalar ochiq-oydin gapirsa nima bo'ladi? Olib zindonga tashlashadi. Menimcha gapirishmayapti. Sizningcha? Ular behuda gapirishadi. Menimcha ham gapirishmayapti. Unday bo'lsa buni shunga bog'laymiz. Avval hech tog'ut degan kalima eshitdingizmi? Ha, eshitganmiz. Tog'ut nima degani? Eshitganman, lekin ma'nosini bilmayman. Tog'ut aslida Qur'oni Karimning 8 ta joyida aytilgan bir tushuncha. Avval uni rad qilishimiz kerakki, undan keyin Allohga iymon keltiramiz. Alloh azza va jalla aytadiki, kim tog'utni rad qilish sharti bilan Allohga iymon keltirsa, u uzilmaydigan mustahkam halqani ushlabdi. Endi biz buni avval bir masjidda eshitmagan bo'lsak, bir din xodimidan buni eshitmagan bo'lsak, bizga bu ochiq-oydin haqiqatlar tushuntirilmagan bo'lsa, do'stim islomning ilk shartlarini aytyapman. Ya'ni men namozimdan foyda olishim uchun tog'utni rad qilishim shart bo'lyapti. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Nahl surasi 36-oyatda Robbimiz shunday deydi: Biz har bir qavmga payg'ambar yuborganmiz. Nima uchun? Ular shu gaplarni aytishlari uchun. Allohga ibodat qiling, tog'utlardan uzoqlashing. Ya'ni butun payg'ambarlar qavmlarini tog'utlardan bari bo'lishga, Allohga ibodat qilishga da'vat qilganlar. Ammo men 30 yoshdaman. Bu jamiyatdan buni eshitmadim. Demak, olimlarimiz yahudiylashmadimi? Buni tushuntirishga harakat qilyapman. Ayni yahudiylar kabi olimlarimiz buni bizga aytmayaptilar. Biz aslida Qur'onga qaytsak, Allohning shariatiga qaytsak, vahiyga qaytadan yuzlansak, yahudiylashmasak, ya'ni Qur'onda aytilganidek, yahudiylar qilgan ishlarni biz ham qilmasak, shunda Alloh azza va jalla bizni muammolarimizni hal qiladi. Faqat biz vahiyga qaytishimiz kerak. Haq bilan botil o'rtasidagi jangdir bu. Iymon bilan ixlos da'vosidir bu. Millatning Alloh sadosidir bu. Ey voh, bu mamlakatni qanday sotdingiz? Qisqacha mening taxallusim oddiy vatandosh. Millatim yarador, bo'l unga holdosh. Maqsadimiz yaxshilik bo'lsa, bo'laylik yo'ldosh. Mamlakatni sotmaylik, keling vatandosh. Juda ham minnatdormiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Juda ham mamnun bo'ldik.